Maydimi, jinsiy munosabat tashqi tomondan oxirgi o'ringa qo'yiladi, lekin ichkaridan bu oilaviy munosabatlarda bu mavzu birinchi o'rinda turadi. Lekin bu mavzu hamisha yopiq turadi. Hayotidagi ko'pgina muammolar ham aynan mana shu savollar yopiq bo'lgani uchun ham bo'ladi. Jinsiy munosabatni savoli yopiq turganligi, bu savol muhokama qilinmasligining asosiy sabablaridan biri bu jamiyat tarafdan yopiq bo'lganligi. Ya'ni jamiyat tarafdan bu yomon, bu mumkin emas, bu narsa haqida gapirish uyat, bu gunoh kabi holatlar bo'lgani uchun ham bugungi kunga qadar jinsiy munosabatda savollar juda ham ko'p, muammolar ham talaygina bu borada. Chunki bu narsada ochiqdan ochiq gapirish, bu narsani muhokama qilish bizga uzoq yillar davomida qadimdan запретный tema, ya'ni taqiqlangan mavzu bo'lgani uchun bu mavzuda hech kim gapirmaydi va gapirishni ham o'ziga ep deb bilmaydi. Nega bu mavzuda gapirish kerak emas? Nega bu mavzuni muhokama qilish kerak emas? Chunki bu mavzu har bitta insonni shaxsiy savoli, har bitta insonni shaxsiy muammolari hisoblanadi. Boshqa muammolar kabi, boshqa savollar kabi jinsiy hayot ham har bitta insonni ichki savoli, ya'ni berish kerak bo'lgan savoli. Va men o'zimning faoliyatim jarayonida, ya'ni bloklar, travmalar bilan ishlash jarayonida insonlarni jinsiy tomonlama, jinsiy hayoti tomonlama ham ko'pgina travmalari, bloklari, to'siqlari borligini ham his qilgan holatda bu mavzuni yanada kengroq ochishga, bu mavzuni kengaytirishga va bu mavzuda ko'proq insonlarni bilimini oshirishga qaror qildim va mana shu sabab ham jinsiy hayot va jamiyat tan olmagan haqiqatlar haqida gapirmoqchiman. Va bu mavzuni har bitta inson o'zini ixtiyori bilan, o'zini xohishi bilan o'rganadi. Qanchalikki bu mavzuda sizda cheklovlar bo'lsa, qanchalik bu mavzuda sizda taqiqlar bo'lsa, siz bundan gapirishga uyalsangiz, bu haqida eshitishga uyalsangiz yoki qarshiliklar bo'lsa, shunchalik sizda juftingiz bilan munosabatlarda uyg'unlik bo'lmaydi. Bir-biringizni tushunish bo'lmaydi, tanangizni tushunish bo'lmaydi. Chunki men o'zimning faoliyatimda 99% ayollarda, erkaklarda jinsiy munosabatga nisbatan to'siq bloklari borligini guvohi bo'ldim. Va buni hozirgi kunda ham ishlab kelmoqdaman. Chunki tanasini qabul qila olmaslik bor, jinsiy hayotni qabul qila olmaslik bor va jinsiy lazzatdan inkor qilish, ya'ni jinsiy lazzatni o'zini tan olmaslik bor. Lekin lazzatlanishni xohlaydi bir paytni o'zida, lekin buni tan olmaydi. Tan olmaslik bor. Bunday insonlarda kuchli tarzda o'zini tan olmaslik bor. Bu ham jamiyat tarafdan qo'yilgan cheklovlar, bloklar. Ayni o'sha paytda, o'sha zamonlarda qachonlardir bu narsa qanchalikdir ma'noda to'g'ri bo'lgan, gapirmaslik. Lekin insonlarda bu narsaga nisbatan to'g'ri yondashuv, to'g'ri nazar, to'g'ri qarashlar bo'lmaganligi uchun ham bu mavzu hozirgi kunga qadar cheklov sifatida, taqiq sifatida bo'lib kelmoqda. Buni oldini olish uchun bu bilan kurashish emas, aynan har bitta inson mas'uliyatni o'ziga olgan holatda, javobgarlikni olgan holatda bu mavzuni o'zi uchun o'rganishni boshlaydi. Va men o'zimning faoliyatimda shunga guvoh bo'ldimki, ko'pchilik ayollar va erkaklar ham tanasini qabul qila olmaydi. Bu mavzuni ochiq muhokama qilishni xohlamaydi. Bu mavzuda mana shu telefonida hattoki shunaqa ma'lumotlarni olib yurishdan qo'rqadi. Yoki ochiq bir rasmlar bo'lsa, ochiq qanaqadir bir fotolar bo'lsa ham, intim mavzudagi kanallar bo'lsa ham shu kanallarga a'zo bo'lib yurishdan hattoki uyaladi. Bu juda ham katta blok hisoblanadi. Ya'ni o'shani o'zidan ham jinsiy hayotida muammosi borligini bildiradi. Jinsiy hayotini yaxshilamoqchi bo'lgan, jinsiy hayotida o'zgartirishlar kiritishni, o'zini tushunishni, o'zini tanasini qabul qilishni xohlaydigan har bitta ayol, erkak uchun bu muhim bir kanal bo'lishi uchun ham men bu mavzuda kengroq yoritib beraman. Bu mavzuda kengroq men faoliyatimni hozirgi kunda boshlaganman. O'shaning uchun aynan jamiyat tarafidan tan olinmay kelinayotgan haqiqatlar haqida biz chuqur mavzuda suhbatlar olib boramiz, chuqur mavzuda ochiq muloqotlar olib boramiz. Mana shu joyda har kim o'zini savolligini berishi mumkin bo'ladi va o'zini qiynagan savollar bilan murojaat qilishi mumkin bo'ladi. O'zini jinsiy hayotini muhokama qilib
aynan ochiq joyda muhokama qilib o'tirishdan tortinayotganlar uchun shaxsiy konsultatsiyalar mavjud. Keyingi darsliklarda albatta jinsiy hayot va jamiyat tan olmagan haqiqatlardan tashqari man erkak va ayol o'rtasidagi tushunmovchiliklar, qarshiliklar, bloklar haqida ham mana